energetikler, hemkesipler, dükançılar, amaza geldizlermi? Hemme yeni alınca bir cüp suvara işlemiz. Xudo xolasa köple yoldayken. Şunun için bemalol yeb içip o'tiraverasizlar. Hemme yetib kelincha bir cüp Xudo xolasa ukamizdan suvara işlemiz. Muhammad To'xo'dan. Rahmat. Yayrab yazar edim yüreklerimde otlu armağanlarım tileklerimde Yayrab yazar edim yüreklerimde otlu armağanlarım tileklerimde Özüme ceviyeti bileklerimde Özüme ceviyeti bileklerimde Beni hem derdimde dinle sabrım Beni hem derdimde dinle sabrım Azar çekse dilim var elemlerden Açık istemlerden açık demlerden Beşaret eylesem mesut demlerden Beşaret eylesem mesut demlerden Yine hem derdimle dinle sabrım Yine hem derdimle dinle sabrım Özgeler derdeden kemime isterdim Mıssız erde bir uğray dil tona derdim Özgeler derdeden kemime isterdim Mıssız erde tola derdim Mevlam geta birmez men degan merdim Mevlam geta birmez men degan merdim Meni ham derdimni tinglasam Meni ham derdimni tinglasam Mevlam geta birmez men degan merdim Mevlam geta birmez men degan merdim Meni ham derdimni tinglasam Meni ham derdimni tinglasam
Dilishga sanar nega ko'p yolib bemor istanar nega ko'p yolib Bağlı besteler nege köp yavrum Meni ham dardimni tinglasa erkin Yavring didoriga to'yosh erkin Taralgay bir ajib kuyosh erkin Taralgay bir ajib kuyosh erkin Meni ham dardimni tinglasa biroq Mening ham dardimni tinglasa biroq Meni ham dardimni tinglasa biroq Mening ham dardimni tinglasa biroq sabra Qossavat idi Qossavat idi ne zaman irdi Ulmahlı kavga kiramu lütfen irdi Can irdi anım Paykari canım beden irdi Ötken gecemen irdim o Ursim otan irdi Gülşen turda meskenimiz bir çemen irdi Yavrum bu gece ben savrıya kilgerim ayım Vasnaviyatidin buldum ben şanıma nazı Bülbül idi uykuda dağı gül idi afıl Gülbün ara iki kişiye sığınacı menzil Bülbül bilen ikimize güldük vatan irdik Sarabras Paydar bay Summa
mehriban can alaban çeşmi sümsaz mest eyledi gah naz gah erbede avaz köksüm kebi çökülene tirhamdirdi. Kurşidini yetkerdi bugün şarkı zabardız. Can birine bedenden bir ban her yere payvaz. İşkeş bulup fıraq özre pes Elinle yedin İçkeş bulup fıraq özre pes Ben dağı yüzümni kayıpan Niye koyup es Gülber göze küprikten eğer Şiyetken irdi Gülber göze küprektin eğer şiitken irdi. Şurayadan zahar yutup kan
katra hayatidan olup Ravcana can Vasbakşamıda sürdün şati kebi devran Vas akşamıda sürdün şati kebi devran Ecrimdin avayını yer Oltursana arman Munça ki murat Ana bu acib kasan irdi Gülber yüze küprektin eğer Çetken irdi O saat idi O saat idi O saat idi O saat idi Rahmat, sağ salamat bo'linglar. Qo'llaringiz ko'rmasin. Tabriklaymiz bugun bayram bilan. Hamma ishlarga omad, rivoj tilaymiz. Sog' omon bo'linglar. Avvalo, assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, yurtimiz va viloyatimizning ishbilarmon, tadbirkor insonlari, yorug'lik elchilari, elektrik ustalari, assalomu alaykum. Bugungi Mono Elektrik kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan chiroyli bayram oqshomida barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xayrli kech azizlar, hurmatli mehmonlarimiz, xush kelibsiz. Bugungi baxtli tantanada, baxtli bayramda barchangizni xush ko'rdik deymiz. Demak, hurmatli mehmonlar, aziz yurtdoshlar, bugun 19-aprel sanasi 2025-yil va ishonamizki, mana shu oqshom barcha bayram kechasi ishtirokchilari uchun uzoq vaqt davomida unutilmasdan eslab yuriladigan ajoyib bir yorqin taassurotli onlarga boy bo'ladi. Har biringizga oqshom davomida eng ko'tarinki ajoyib bayramona kayfiyatlarni chin yuraklarimizdan tilab qolamiz. Albatta barcha mehmonlarimiz sizni yana bir bora xush ko'rdik deymiz va barcha mehmonlarimizga a'lo kayfiyat tilaymiz. Bugungi baxtli kecha yana bir bora barchangizga muborak bo'lsin. Demak, Jinaroxon, keling mana shu oqshomimizni rasman ochiqda e'lon qilib olsak, zero bugungi oqshomda qadrli mehmonlarimiz uchun nihoyatda ajoyib bir namoyishlar, taqdimotlar hozirlangan. Shunday ekan, tezroq tadbirimizni, bayramimizni ochiqda e'lon qilib, mana shu go'zal daqiqalarga o'tamiz. Hozir bo'lsa, sizning katta hurmat, ehtiromlaringiz va albatta diqqat e'tiborlaringiz markazida kamina mikrofon qarshisiga tadbir tashkilotchilarini, xususan Mono Elektrik savdo direktori Ibrohim Bey hamda O'zbekistondagi savdo direktori Muhammad Rasul janoblarini qolaversa, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi savdo menejeri Jamshid akamizni hamda Xorazm viloyati rasmiy dileri Hamza akamizni taklif qilamiz. Albatta, uni taklif qilar ekanmiz. Sizning guldiroz qarsaklaringiz sadosi ham bizga joiz. Marhamat qiling. Mono Elektrik savdo direktori Ibrohim Bey, O'zbekistondagi savdo direktori Muhammad Rasul, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi savdo menejeri Jamshid akamiz hamda Xorazm viloyati rasmiy dileri Hamza akamiz tashrif buyurishmoqda. Assalomu alaykum. Marhamat. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Assalomu alaykum. Hammalaringizga xush keldingiz deymiz. İyi kechalar, yaxshi o'tiringlar deb. Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar, aka-uka og'aynilar. Hurmatli elektriklar, energetiklar do'konchilarina. Bugun xudo xolasa Mono Elektrik kompaniyamizdan Turkiyadan hamkorlarimiz kelgan homiylarimiz. Xudo xolasa bugun yana bir yig'ilishimiz ina
Hammangiz bilan görüşüp turganımızdan xursandmiz. Muhammed Hafiz ukamiz mina rahmet aytamiz, ovozlarini ovoz qo'shilsin. Xudo xolasa bugun shu Hafizdan eshitamiz. Turkiyadan kelgan Ibrohim Bey bizlar bilan hamkorlikda shu mono elektrik Jizzaxda ishlab chiqarish qilib turibdilar kompaniyani. O'zbekistondagi rasmiy vakillari. Hammangizga xush keldingiz deymiz. Yoqimli ishtaha, Xudo xolasa kompaniya va mahsulotlar haqida dasturimiz davomida gaplashib boramiz. Xudo xolasa hammangizga hurmat qilib kelganlaringiz uchun rahmat, yoqimli ishtaha. Rahmat. Agarda qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab tursak, o'ylaymanki, alohida bir daqiqalarni yaratgan bo'lamiz. Ibrohim Bey, xush keldingiz. O'zbekistonda xush ko'rdik. Salomat bo'ling. To'ylar mana shu quvonchli daqiqalar muborak bo'lsin. Biz bayram kunlarini to'ylar bilan albatta ifodalashga odatlanganmiz. Shunday ekan, mana shu go'zal daqiqalar Mono Electric kompaniyasining to'y oqshomi qutlug' bo'lsin deymiz. Marhamat, Jamshid aka. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ko'pchilikingdan islaman. Men adım Jamshid, Xorazm Qoraqalpoq bo'yicha menejeri bo'laman. Xudo xolasa birgalikda shu brendimizni rivojlantiramiz deya umiddaman. Kelganlaring uchun rahmat. Yoqimli ishtaha, zo'r настроение sizlar. Rahmat. Rahmat. Jamshid aka, salomat bo'ling. Ajoyib kayfiyat oqshom davomida sizga ham hamroh bo'lsin. Yana bir bor chiroyli qarsaklarni hammamiz safarbar qilib qo'yaylik. Rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli mehmonlar, shuni alohida ta'kidlamoqchiman. Bu oqshomda ish odamlari, tadbirkorlar, elektrik ustalar, qolaversa Mono Electric kompaniyasi xodimlari va albatta ularning hamkorlari yig'ilishgan. Hammamiz bugungi oqshom davomida ajoyib bir bayram kechasini o'tkazishimiz joiz. Hali hal qilinmagan ishlar, muammolarni oqshom davomida unutishingizni, yodingizdan chiqarishingizni tavsiya qilmoqchiman. Bilamiz, ishlar hech qachon tugamaydi, lekin hamkasblar bilan yig'ilib, diydorlashib, ajoyib bir bayram oqshom o'tkazadigan daqiqalar hayotimizda barmoq bilan sanarli bo'ladi. Shunday ki oqshom davomida eng ko'tarinki ajoyib kayfiyatlar sizga hamrohligini yana bir bor tilamoqchiman. Albatta mehmonlarimizning yuzlarida tabassum, ko'tarinki kayfiyat niyat qilamiz. Mana shu a'lo kayfiyat kechamizni oxiriga qadar mehmonlarimizni hech birini tark qilmasin deymiz va barcha mehmonlarimizni to'kin sochin dasturxonlarimiz atroflari tomon taklif qilamiz. Va shuni ham qo'shimcha qilmoqchiman, bugun tadbir davomida ajoyib sovg'alar ham mehmonlarimizga taqdim etiladi. Ulardan birini qo'lga kiritish imkoniyatini hozirning o'zida aytib o'taman. Bugungi tadbirimizni, demak, tasvirga olasiz. O'ylaymanki, Instagram sahifasi ko'pchilikda bor, to'g'rimi? Bugungi tadbirimizni tasvirga olib, o'z Instagram sahifangizni storiesiga Mono Electric Us, adashmasam bizning monitorimizda ushbu Instagram sahifasini hozir taqdim qilishadi va aynan mana shu Mono Electric Us sahifasini atmetga qilib, ya'ni belgilab, o'z Instagram sahifangiz storiesiga qo'yasiz va tadbirimiz davomida biz mana shu storieslardan 2 kishiga ajoyib qimmatbaho sovg'alarni, o'ylaymanki, pul mukofotlarini ham taqdim qilamiz. Shunday ekan, mana shu fursatdan unumli foydalanasiz degan ishonchimiz, umidimiz ham bor. Albatta shunday ekan, barcha mehmonlarimiz sizga kechamiz davomida omad tilab qolamiz va albatta bugungi kechamiz yana bir bora barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Xo'p, hozir bo'lsa yuqorida biz eshitgan ajoyib kuylarni davom ettirsak, birozdan so'ng yanada ajoyib kayfiyatlarni ko'taradigan taqdimotlarga navbatni beramiz. Sizning diqqat va e'tiborlaringiz markazida Kamina sahnamizga yana bir bor sovuzandalar guruhini hamda xush ovoz xonandamizni taklif qilamiz. Demak, qadrli mehmonlar, elimiz, yurtimiz Ardug'dagi xush ovoz va mehnatsevar xonanda, Xorazm san'ati namoyandasi Muhammad Safo yana siz uchun kulaydi. Marhamat. Hammaga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qo'shiqlarimizni davom qildiramiz. Xudo xolasa birin-ketinlik bilan ko'tarinki kayfiyatda o'tkazamiz degan niyatdamiz. G'anim yaqin. Marhamat. G'anim yaqin yo'l olmaydi darvozangga. Otang bo'lsa agar do'stim, otang bo'lsa jigarlaring
ko'nar aytgan murosanga. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, otang o'tsa sanchar ular kamonini. Yig'lab yig'lab hidlagaysan choponini. Uxlaganda o'pib qo'ygin tovonini. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, xursand o'tlar yoqar o'chog'iga. Erkalaysan kirib olib quchog'iga. Arzimaydi umring bari shu quchog'iga. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, otasizda o'z-o'ziga ishonch qayda. Og'ir kunda suyangani suyanch qayda. Bundayin baxt qayda, bunday quvonch qayda. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, o'zing yo'qni yo'ldiraydi urinasan. 60da ham 30 yoshday ko'rinasan. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, otangdan so'ng umring tuman tutun bo'lar. Ko'zgayam kirmay tanang o'tin bo'lar. Iliging to'q hamda bag'ring butun bo'lar. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, otasi bor bo'lsa rangi to'zarmidi. Azzamniyam ishi uni o'sarmidi. Qamchingni bos birov yo'ling to'sarmidi. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, qamchingni bos birov yo'ling to'sarmidi. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, qamchingni bos birov yo'ling to'sarmidi. Otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa, qo'shiqlarimizni yana davom qildiramiz. Nega sendan kechib bo'lmaydi? Qasamlardan kech mumkin. Nega sendan kechib bo'lmaydi? Qasamlardan kech mumkin. Nega sendan
keçib bo'lmaydi. Qo'lim tegsa sona deganday Gülüm sanu quchib bo'lmaydi Tegsam bir gap bo'la deganday Nega sendan kechib bo'lmaydi Qo'lim tegsa sona deganday Gülüm sanu quchib bo'lmaydi Tegsam bir gap bo'ladiganday Nega sendan kechib bo'lmaydi Yuragingga solmoqda bo'lib Kechaman deb ant ichdim so'rib Samlardan kechish mumkin Nega sendan kechib bo'lmaydi Yuragingga solmoqda bo'lib Kechaman deb ant ichdim so'rib Qasamlardan kechish mumkin Nega sendan kechib bo'lmaydi Nega sendan kechib bo'lmaydi Nega sendan kechib bo'lmaydi Qasamlardan kechish mumkin Nega sendan kechib bo'lmaydi Ko'zlaring aksi Jilovlanar parilar aksi Yaxshimiding shunchalar yaxshi Nega sendan kechib bo'lmaydi Kechib ketsam sahroga qirga Osmon qulab tushar bu yerga Birga bo'la olmasak birga Nega sendan kechib bo'lmaydi Sehring zo'rmi ondu qasamdan Qaytarmay tur shoshtu sazamdan Juda oson kechding sen mendan Nega sendan kechib bo'lmaydi Sehring zo'rmi ondu qasamdan Qaytarmay tur shoshtu sazamdan Juda oson kechding sen mendan Nega sendan kechib bo'lmaydi Nega sendan kechib bo'lmaydi Nega sendan
mümkünü. Nega senden keçip olmaydı? Nega senden keçip olmaydı? Nega senden keçip olmaydı? Kasamlardan keçiş mümkünü. Nega senden keçip olmaydı? Kolum tekse sonadı yanday. Gülüm sana küçük olmaydı. Teksen birga bo'ladi yanday. Nega senden keçip olmaydı? Nega senden keçip olmaydı? Nega keçip olmaydı? Kasanlardan geçiş mümkünü. Nega senden keçip olmaydı? Merhamet yana koşuşlarımızı devam kıldıralım. Nonga emas mehrga zorman, ishonganim Xudoga yorman. Nonga emas mehrga zorman, ishonganim Xudoga yorman. Gerçek hayat bağda borman, yaxshilarni izlab charchadim. Gerçek hayat bağda borman, yaxshilarni izlab charchadim. Ko'rdim Majnun o'tgan davonni, ko'rdim ishqda rangiz samonni. Dünya körüp kördüm yamanlı, yaxshilarni izlab charchadim. Ko'rdim Majnun o'tgan davonni, ko'rdim ishqda rangiz samonni. Dünya körüp kördüm yamanlı, yaxshilarni izlab charchadim. Peshonamga ajinlar chizib, yillar o'tar yuragim izi. Peshonamga ajinlar chizib,
Yıllar öter yüreğim izi, tavanımdan kara kan sizi. Yaxshilarni izlab charchadim, tavanımdan kara kan sizi. Yaxshilarni izlab charchadim. Nola qildim onam ruhiga, jola qildim otam ruhiga. Nola qildim onam ruhiga, jola qildim otam ruhiga. Odam madad odam ruhiga. Yaxshilarni izlab charchadim, odam madad odam ruhiga. Yaxshilarni izlab charchadim. O'zim qanday o'zim bilmasman, har dilda ham gulday emasman. O'zim qanday o'zim bilmasman, har dilda ham gulday emasman. Men hech kimni yomon demasman, yaxshilarni izlab charchadim. Men hech kimni yomon demasman, yaxshilarni izlab charchadim. O'zim qanday o'zim bilmasman, har dilda ham gulday emasman. O'zim bilmay o'zim bilmasman, har dilda ham gulday emasman. Men hech kimni yomon demasman, yaxshilarni charchadim. Rahmat, Alloh yoqib ishtaha yaxshi kayfiyat tilamiz. Sog' bo'linglar. Muhammad Safo hamda ansambl ijodkorlariga biz rahmat, tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Qadrli mehmonlar, sizga bo'lsa takroran xush kayfiyat, yoqimli ishtahalarni ham tilab, mana shu bayram oqshomimizni keyingi qismiga o'tish sharafasidamiz. Shunday ekan, diqqat e'tiborlaringizni, demak, boshlovchilarga Kamina Islombek Bekturziyev hamda Dinara Madrimovaga qaratishingizni so'ragan bo'lar edik. Albatta azizlar, kechamizni ilk ijodiy qismlari ham boshlandi va mehmonlarimiz kayfiyati a'lo, barcha mehmonlarimizga yoqimli hordiq onlarini tilaymiz. Xo'p, bilasizmi, Dinaraxon? Elektriklar faqat bir marta xato qiladi. U ham so'nggisi bo'ladi, deyshadi. Nega bunaqa ibora paydo bo'lganini bilasizmi? Albatta, chunki elektr albatta xavfli. Xato qilishsa hayotlariga menimcha ziyoni bo'ladi deb o'ylayman.
Faqat bu yerda xato qilmaganlar bor. O'z ishini professionallari, ya'ni chunki xato qilishsa bu yerda bo'lmasdi. To'g'ri taxmin nazarimda shunaqa emasmi? Hozir aynan elektrik ustalari bilan bir ajoyib o'yin o'tkazish arafasidamiz. Buni alohida ta'kidlashim joizki, mana shu o'yin g'olibi qimmatbaho sovg'a, ya'ni televizor bilan taqdirlanadi. Bizga 3 ta ko'ngilli elektr ustasi kerak bo'ladi. Undan oldin ularni tanlab olishdan, taklif qilishdan oldin kamina eslatib o'tmoqchiman. Yana bir ajoyib bizning, demak, sovg'amiz bor. Bu sovg'ani aynan Instagram sahifasi orqali aniqlab olamiz. Iltimos qilamiz monitorda Mono Electric Uzbekistan Instagram akkauntini taqdim qilishingizni va aynan mana shu akkauntni belgilagan holda mana shu oqshomni tasvirga olib o'z Instagram sahifangizga, storiesga joylashingiz kerak bo'ladi va aynan mana shu storiesdagi, demak, ishtirokchilar qatoridan biz g'oliblarni aniqlaymiz. Bu tadbir davomida bo'lib o'tadi va aynan mana shu g'oliblar pul mukofotlari bilan ham taqdirlanishadi. Labbay. Hozir adashmasam ajoyib taqdimotga biz navbatni bersak bo'ladi. Ular tayyor, shunaqami? Shunday ekan, azizlar, yuqorida e'lon qilingan o'yinni bir necha daqiqalardan so'ng chiroyli bir taqdimotni e'tiborlaringizga havola qilganimizdan keyin boshlaymiz. Albatta, barcha mehmonlarimizga hozir yoqimli tomoshabinlarni tilaymiz va raqs maydonlarimiz markaziga Anor raqs ansambli latofatli raqqosa qizlarini taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat, Anor raqs raqqosalar ansambli.
raqs ansambli latofatli qizlarga alohida tashakkurlarimizni yo'llaymiz. Albatta, qarsaklar bilan ularga o'ziga xos ilhom berayotgan mehmonlarimizga ham alohida tashakkur. O'ylaymanki, ana raqs raqqosalar ansamblining navbatdagi chiqishlari yanada o'ziga xos bo'ladi va oqshomimiz erkaklarning testosteron gormonlari oshishiga albatta ijobiy hissa ta'sir ko'rsatadi. Oqshomimizni davom ettiramiz. Qadrli mehmonlar, biz aytib o'tdik, elektr ustalari bizga kerak. 3 ta elektr usta. Ko'ngillilar bor bo'lsa, qo'lingizni ko'tarishingizni so'ramoqchiman. Ko'ngilli elektr ustalar, marhamat. Mana shu burchakdagi elektr usta keling. O'rningizdan turgan elektr ustani chaqiramiz. Marhamat, chap tarafda bormi? Keling. Ikkinchi ishtirokchimiz ham bor. Uchinchi ishtirokchi bizga kerak bo'ladi. Hamza akamizmi? Hamza akamiz elektr ustasi sifatida ishtirok eta olmaydi. Ular bugungi tadbirimizni asosiy tashkilotchilardan biri. Keling, hozir mana shu aynan sizning sohangizga taalluqli bo'lgan doskalar yoniga kelamiz. U yerda sizning sohangizga taalluqli bo'lgan ishlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Demak, 3 ta ishtirokchimiz bor. Tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Ismingiz? Farhod. Farhodbek akamizga qarsaklaringizni chalib qo'ying, qadrli mehmonlar. Farhod aka, necha yildan buyon o'z sohangizda faoliyat olib bormoqdasiz? 15 yil. 15 yillik usta yonimda turibdi. Qayerliksiz? Xonqa tuman. Xonqa tumanlik Farhod akamiz 15 yillik usta. Qarsaklaringizni yana bir bor chalib qo'yishingizni so'raymiz. Dinoraxon tanishamiz. Labbay. Xo'p, demak navbatdagi ishtirokchilarimiz bilan tanishib olamiz. Keyingi ishtirokchilarimiz bilan birgalikda tanishamiz. Xush kelibsiz. Ismingiz nima? Abror. Labbay. Abrorbek akamizda. Abrorbek akamizga qarsaklaringiz. Abrorbek aka, qo'llab-quvvatlab turamiz. siz necha yil bo'ldi faoliyatingizni olib bormoqdasiz va qayerliksiz? Mikrofon taqdim qilamiz. Urganch rayonidan biz shagird. Urganch tumanidan shogirdsiz hali. Shogird, ajoyib. Mana shu Abrorbekka ham alohida qarsaklarni taqdim qilishingizni so'raymiz. Labbay. Albatta, qo'llab-quvvatlab turamiz. Hali o'yin boshlanganidan so'ng. Assalomu alaykum. Siz bilan ham tanishamiz. Ismingiz va qayerliksiz? Solijon ismim, Urganch shahar. Solijon, Urganch shahar. Necha yildan buyon faoliyat olib bormoqdasiz? Endi 6 yil bo'ldi. 6 yil bo'ldi. Guldiroz qarsaklaringizni chalib qo'yasiz. Demak, 6 yillik tajriba, 15 yillik va endi o'z faoliyatlarini boshlayotgan shogird. Nihoyatda bir ajoyib biz ko'rinishga ega bo'lmoqdamiz, qadrli mehmonlar. Chunki bu yerda 3 avlod uchrashuv deb atashimiz ham mumkin. Shogird va 6 yillik tajriba egasi, qolaversa, demak, ustozlar bu yerda. Hozir nima bo'lishini o'ylaymanki mutaxassislarimizning o'zlari tushuntirib berishadi. Maylimi, mikrofon taqdim qilaman, tushuntirib berasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana bugungi seminarimizning yig'ilish mavsumi Xorazm viloyatida bo'lmoqda. Navbatdagi seminarda ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Bu seminarda o'yin sharti oddiy. Ikkitalik gulchatilda yoqish kerak bo'ladi. Bittalik gulchatilda yoqish kerak bo'ladi. Regulyator qo'yish kerak bo'ladi. Rozetka qo'yish kerak bo'ladi. Yoqib, chiroyli qilib topshirish kerak bo'ladi. Yo'q, bu qator ishlatilmaydi. Faqat mana shu lampalar, gulchatillar. Regulyator, rozetka qo'yish kerak bo'ladi. Ha, regulyator bu. O'yin nimalar? Dimer, regulyator. Demak, qoida tushuntirildi. Tushunarlimi hammaga? Farhod aka? Demak, korobkalar ichida kerakli mahsulotlar, ya'ni uskunalar bor, to'g'rimi? Hammaga qoida tushunarlimi? Qoida tushunarlimi? Savollaringiz bo'lsa bering hozir. Demak, o'zaro suhbat davom etmoqda. Hali savollar bor nazarimda, to'g'rimi? Savollaringiz bormi? Xo'p, yana bir bor tushuntiradilar va o'yin boshlanganidan so'ng DJ tayyorlanib turasiz. Chiroyli bir musiqa taqdim qilinadi va mana shu ustalarimiz kim birinchi bo'lib ushbu topshirilgan vazifalarni bajara olsa, o'sha g'olib deb topiladi va qimmatbaho sovg'a televizor ularga taqdim etiladi. Buni ham alohida e'tirof qilamiz. Demak, ishtirokchilarimizni qo'llab-quvvatlash uchun yana bir qarsak so'rasam beandishalikka yo'ymaysiz degan umiddaman azizlar. Demak, tayyormi hamma? Tushunarli bo'ldimi? Qoida tushunarli bo'ldimi? Mana shu o'rtada turgan ishtirokchimizdan yana bir bor so'ramoqchiman. Qoida tushunarlimi?
hamma narsa tushunarli bo'ldi. Demak, biz hammamiz birgalikda обратный отчет, ya'ni teskari sanaymiz. 3 2 1 va o'yinimiz boshlanadi o'sha payti. Tayyormi hamma? Demak, birgalikda 3 2 1 start boshladik. DJ janoblari, marhamat. Ushbu daqiqalarni yanada ajoyib bo'lishi uchun balandroq ovozda chiroyli musiqalar bizga kerak bo'ladi. Ishtirokchilarimizga omad, zafarlar tilab qolamiz. Mono Elektrik kompaniyasi tomonidan uyushtirilayotgan bayram oqshomida yana bir bor barchani xush ko'rdik. Instagram sahifasini eslatib o'taman. Albatta, storieslaringizda Mono Elektrik Uzbekistan Instagram sahifasini belgilab qo'yishingizni va aynan mana shu belgilangan istoriyalar orasidan g'oliblarni tadbir davomida aniqlashimizni ham alohida e'tirof qilaman. Ularga ham mukofotlar bor albatta. Ishtirokchilarni amalga oshirayotgan ishlarini kuzatamiz. Tajriba baribir o'z so'zini aytmoqda nazarimda, to'g'rimi? Demak, o'yinni izohlab boradigan bo'lsak, hozircha 3 ta ishtirokchi ham bir xil natijani ko'rsatmoqda. Shunday ekan, oldinda hali murakkab joylari bor, to'g'rimi? O'ziga xos ayyorlik talab qiladigan joylari bo'lishi mumkin nazarimda. Eslatib o'taman, g'olib qimmatbaho televizor bilan taqdirlanadi. Smart televizori. Avalon brendiga tegishli bo'lgan Smart eng zamonaviy televizor g'olibga taqdim etiladi. Bu uchun kurashsa arziydi albatta. Mono Elektrik kompaniyasi xodimlariga, bugungi oqshom ishtirokchilariga yana bir bor bayram muborak. Tabriklaymiz. Ajoyib daqiqalarga, o'ziga xos sonlarga guvoh bo'lmoqdamiz. Barcha ishtirokchilarga takroran omadlar tilab qolamiz. Demak, ishtirokchilarimiz nazarimda haligacha bir xil temp, tezlikda harakatlanishmoqda va natijalar bir-birlariga o'xshash. Birinchi bo'lib nihoyasiga yetkazgan usta taqdirlanadi. Musiqani balandroq qilsak bo'ladi.
Adashmasam, Farhod akamizda ishlar biroz oldinlamoqda. Shogird ishtirokchimizdan nima gaplar? Savollari bo'lsa, javob berib ozgina yordam qilsangiz, o'ylaymanki, tajribali ustalarimiz unchalik e'tiroz bildirishmaydi. Usmon Media studiyasi bugungi oqshomimizni tasvirga tushirmoqda va mana shu jarayonlar ham bayram tadbirimizning o'ziga xos taassurotli, unutilmas onlaridan biri. Ishtirokchilarimiz topshirilgan vazifani bajarishmoqda va g'olib ishtirokchi eslatib o'tamiz, qimmatbaho televizor bilan taqdirlanadi. Instagram sahifasi orqali aniqlanadigan g'oliblarni ham yana bir bor aytib o'tmoqchiman. Bugungi oqshomni tasvirga tushirib, Mono Electric Uzbekistan Instagram akkauntini belgilab qo'yishingiz kerak. Storieslar joylagan ishtirokchilar qatoridan g'olibni aniqlaymiz. Tadbir so'ngida amalga oshiriladi bu jarayon. Hozir bo'lsa, elektr ustalar tomonidan o'tkazilayotgan musobaqaga o'ziga xos bir o'yin jarayoniga guvoh bo'lmoqdamiz va oqshom davomida ko'plab sovg'alar ishtirokchilarimizga taqdim qilinishini ham aytib o'taman. Birin-ketin navbatma-navbat amalga oshiramiz. Demak, ishlar amalga oshirilganidan so'ng tokka ulab tekshirib ko'ramiz, to'g'rimi? Albatta. Shunday ekan, buni ham alohida e'tiborga olasiz. Faqatgina joylashtirsak bo'ldimi degan bir savol paydo bo'lishi mumkin. Nihoyat ketganidan so'ng ulanadi tokka va ish qanday darajada amalga oshirilganligi mutaxassislar tomonidan tekshiriladi. Hurmatli mehmonlar, ishtirokchilarimizga ozgina qo'llab-quvvatlash ham kerak. Keling, hammamiz yana bir bor birgalikda qarsaklarni chalib qo'yaylik. Qarsaklaringiz ovozi eshitilmayapti. Ishtirokchilarimiz uchun pozitiv energetika taqdim qilib turamiz. Farhod akamiz nazarimda oldinda hozir. Demak, mutaxassisimizning e'tirofiga ko'ra, uchala ishtirokchimiz ham yaxshi ketmoqda. Hali g'olibni oldindan aytib bo'lmaydi.
Shunday ekan, shogird ishtirokchilarimiz ham, hurmatli Urganch shaharlik ishtirokchimiz ham bemalol faoliyatlarini, ya'ni musobaqadagi ishtiroklarini qo'rqmasdan dadillik bilan davom ettirishlari mumkin. G'olib bo'lish imkoniyati hammada teng ekanligini hozir jarayonga xolis baho bergan mutaxassislarimiz ta'kidlashdi. Hozir tasvirchi operatorimiz bilan biroz gaplashdik. Ma'lum bo'lishicha, Farhod akamiz o'tgan yil ham ishtirok etgan ekanlar aynan mana shu o'yinda va unda g'olib bo'lganliklarini aytib o'tdilar. To'g'rimi? Shunaqami? Demak, Farhod aka nafaqat 15 yil davomida xalqimiz xizmatida, balki xuddi bugungi kabi tadbirlarda ham nihoyatda faol ishtirok etadi. Bu kabi bayramlarda faollik albatta nihoyatda muhim. Faqatgina taassurot emas, balki sovg'alar bilan ham oilangiz bag'riga qaytish imkoniyati bor. Buning uchun Mono Electric kompaniyasiga alohida yana bir bor rahmat, tashakkurlarimizni izhor etib o'tamiz. Yordam berish yo'q, ushlab turish ham yordamga kirishini mutaxassislarimiz bildirishmoqda. O'zi shundoq ham Farhod akamiz oldinda ketmoqdalar. Hozircha I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message. Shogirdning ham ishlari yomon emas nazarimda, to'g'rimi? Omad yor bo'lsin, davom qilamiz. Shogird ustozdan o'zmasa hisob emas degan bir ibora bor bizning xalqimizda. Mana shu ibora asosida aytishimiz mumkin, shogird ham intilmoqda ustozlardan o'zishga. Bu olqishlarga sabab bo'ladigan jarayon aslida. Omad yor bo'lsin. Va ushbu jarayon natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz ishtirokchilarimizga, elektr ustalarining barchasiga albatta ish faoliyatlari mobaynida umuman xatoga yo'l qo'ymasliklarini tilab qolamiz. Birinchi bo'lib ishini yakunlagan ishtirokchimiz qo'llarini ko'tarib belgi berishlarini iltimos qilamiz. Nazarimda finishga yaqin qoldik, to'g'rimi? Shogirdning ishiga ham baho berib qo'ying. Yaxshi ishtirok etayotganliklarini mutaxassislarimiz e'tirof etishmoqda.
Demak, ishtirokchilarimiz hali hanuz ushbu jarayonda aktiv, faol ishtirok etishda davom etishmoqda va Dinaraxonning aytishiga qaraganda o'rtadagi ishtirokchimiz biroz ortda qolmoqda. O'zi tushunasizmi? Nimalar bo'layotganligiga? To'g'risi, men ham unchalik tushunmayman, lekin nazarimda mana shu biz guvohi bo'layotgan включательlarni o'rnatilishi bu hali ish nihoyasiga yetdi degani emas. U yerda simlarni ham bir-birlariga to'g'rilash jarayonlari bo'lsa kerak. Demak, tobora finishga yaqinlashib bormoqdamiz. Ana, hozir vaziyatni kuzatib turgan mutaxassislarimiz bildirishmoqda. O'rtadagi ishtirokchimiz deyarli o'z ishini yakunlagan. Bu tashqi ko'rinish har doim ham asl haqiqatni bildirmasligini anglatadi. Davom etamiz. Hali aniq emas, har bir ishtirokchi g'olib bo'lishi mumkin. Ajoyib jarayonlar. Shogird, bosh kelmang. Her safar Ferhat ham o'taveram ya. O'tgan safar ham Farhod akamiz g'olib bo'lganliklarini bilib oldik. Farhod aka biroz shogirdlarga ham imkoniyat yaratish haqida o'ylab ko'rishingizni ham taklif qilamiz. Albatta, masala eng so'nggi rusumdagi televizor bo'lganidan so'ng albatta qarorni o'zingiz qabul qilasiz. Demak, hurmatli mehmonlar, eslatib o'tamiz. Instagram sahifangizda Mono Electric Uzbekistan akkauntini belgilab stories jo'lasangiz, tadbir nihoyasiga yetganida aynan mana shu ishtirokchilar qatorida biz g'olibni aniqlaymiz. Hozir bo'lsa, shogirdning ishlari nihoyatda zo'r, to'g'rimi? Xo'p, mutaxassislarimizdan so'raymiz. Tugadimi? Xo'p, mutaxassislarimiz jarayonga baho berishadi. Demak, biz o'yinni nihoyasiga yetkazsak bo'ladi. 3, 2, 1, finish. Tugatdik. Musiqani o'chiramiz. Katta rahmat. Xo'p, bu yerda uchchala ishtirokchimizni ham harakatlarini kuzatdik, ko'rdik va kamina vaziyatga, musobaqaga mana shu jarayonga xolis baho berishlari uchun mikrofonni mutaxassisimizga taqdim qilaman. Marhamat. Nima bo'ldi? Kim g'olib bo'ldi? Nima sababdan g'olib bo'ldi? Kim bir baqiya qoldi g'olib bo'lishiga mana shu haqida biroz izoh bersangiz. Ismingiz aka? Ismingiz? Abror aka g'olib bo'ldi albatta. G'olib bo'ldi.
Qolgan ishtirokchilarimizga ham omad tilaymiz. Bu yerda chaqqonlik talab qilinadi, boshqa narsa yo'q. Demak, Abrorbekka guldiroz qarsaklaringizni chalib qo'ying, qadrli mehmonlar. Eslatib o'tamiz, Abrorbek shogird ishtirokchi endi faoliyatini boshlamoqda. Urganch tumanidagi o'z faoliyati bilan xalqimizga xizmat qilib, demak, xalqimizni duosini olib turgan ishtirokchimiz. Abrorbek, tabriklaymiz. Omad, muvaffaqiyat, kelgusidagi faoliyatingiz mobaynida ham sizni tark etmasin va mana bu Avalon brendi ostidagi eng zamonaviy smart televizor sizga Mono Electric brendi nomidan taqdim qilinadi. Guldiroz qarsaklar sadosi ostida. Marhamat. Chiroyli bir fotosessiya jarayonlarini ham amalga oshiramiz. Esdalik sovg'alar ham taqdim qilinadi va Abrorbek Mono Electric kompaniyasi mahsulotlaridan o'z faoliyatingiz davomida foydalanib turasizmi? Demak, marhamat, ishtirokchilarimizni Farhod akasini ham taklif qilamiz va Urganch shaharlik ishtirokchimizni ham taklif qilamiz. Fotosessiya jarayonlari sizni oldinda kutmoqda va mana shu jarayonlarga albatta kamina katta hurmat, ehtirom bilan Mono Electric savdo direktori Ibrohim Beyni ham taklif qilmoqchi edim. Agarda qarshi bo'lmasangiz, Ibrohim Bey, lutfan sizni chorlaymiz. Fotosessiya jarayonlari amalga oshiriladi. Ishtirokchilar bilan birgalikda mana shu chiroyli, nihoyatda bir yorqin taassurotlarga boy bo'lib o'tayotgan oqshom uchun esdalik. Marhamat, qarsaklaringizni so'rab tursam, beandishalikka yo'ymasligingizni demak bilaman, chunki bugungi oqshomning o'ziga xos daqiqalariga hammamiz guvoh bo'lmoqdamiz va ishtirokchilarimiz taqdirlanishadi. Ularni mana shu oqshom uchun esdalik suratlari bilan ham alohida qutlaymiz, tabriklaymiz va qarsaklar og'ushida o'z joyingizga taklif etib qo'yamiz. G'olibimizni qutlaymiz, marhamat. Televizoringiz bilan o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Bizda bo'lsa navbatdagi taqdimot, buning uchun bizning davramizni, raqs maydonchamizni hozirlab berishingizni iltimos qilmoqchiman. Chunki yana bir ajoyib ko'rinish sizning e'tiboringizga havola qilinish arafasida. Albatta, raqs maydonlarimiz markaziga yana bir bora Anor raqs ansambli latofatli raqqosalarini taklif qilamiz. Marhamat.
Anor raqs raqqosalar ansambli yaqin daqiqalar davomida bizning diqqat e'tiborlarimiz markazida bo'lishdi. Ularga rahmat, tashakkurlarimizni izhor etamiz. Hozir esa biz kompaniya haqida kengroq ma'lumot olish imkoniyatiga egamiz va davramiz markaziga mehmonlarimizni taklif qilamiz. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ushbu oqshom tashkilotchilarini deya e'tirof etsak to'g'ri bo'ladi va katta hurmat, ehtirom bilan bugungi oqshomimizning mana shu chiroyli kechamizning tashkilotchilari, xususan Turkiyadan tashrif buyurgan hurmatli mehmonimiz Mono Elektrik savdo direktori Ibrohim Beyni hamda O'zbekistondagi savdo direktori Muhammad Rasul janoblarini qarsaklar og'ushida taklif etmoqchiman. Marhamat, taklif qilamiz. Ibrohim Bey, marhamat. Yana bir bor xush kelibsiz. Teşekkürler. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederiz hepinize geldiğiniz için. Takrordan xush kelibsiz. Hammalaringizga rahmat kelganlaringiz uchun. Bu akşam burada buluşmamızın sebebi sizlere Mono Elektriği daha yakından tanıtabilmek. Bugungi seminar dasturimizning asosiy qismi Mono Elektrik brendini, mahsulotlarini sizlarga yana ham yaqinroqdan tanitishni maqsad qilib qo'yganmiz. Bunun yanında yapacağımız bir takım oyunlarla iyi zaman geçirip aynı zamanda bu akşam bir kampanyamız olacak. Onları da Muhammed Resul Bey sizlere iletecektir. Bugungi seminar dasturimizda ko'rib turganingizdek, yana ham qiziqarli o'tishligi uchun elektriklar uchun maxsus o'yinlar tashkil etdik. Yana bundan keyin do'konchilarimiz uchun maxsus o'yinlar bo'ladi va shunday o'yinlar bilan qiziqarli seminarimizni davom ettirib boramiz. Bundan tashqari sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz elektriklar va do'konchilar uchun alohida aksiyalarimiz bor. Bular haqida ham ma'lumotlar berib o'tamiz. Va hozirgi vaqtda zavodimiz haqida biroz sizlarga, brendimiz haqida biroz ma'lumot berib o'tamiz. İlk olarak Mono Elektrik 2001 yılında Cezayir'deki ilk fabrikasını açtı. Şu anda 6.000 çalışanıyla 10.000 çalışanı ve 6 fabrikası ile Batı Afrika'da pazar lideri durumundadır. Birinchi marotaba Mono Elektrik birinchi fabrikasini Jazoirda ochgan. Jazoirda hozirda 6 ta fabrika bor va 10.000 ta insonni ishchi soni bilan ta'minlagan. Bunun yanında 2011 yılında Türkiye İstanbul'daki ikinci fabrikamızı açtık. 600 çalışanımızla birlikte 47 tane ülkeye direkt ihracat yapmaktayız. Ikkinchi zavod Turkiyaning Istanbul shahrida ochilgan va u yerda hozirgi paytda 600 ga yaqin ishchi soni bilan ta'minlangan va u yerdan 47 ta davlatga eksport yo'lga qo'yilgan. 2001 yılında Özbekistan'da Atayurt'ta açtığımız 3. fabrikamızla şu anda 500 çalışana yakınımız mevcut. Bunun yanında sadece Özbekistan pazarı için değil, eski Sovyet ülkeleri dediğimiz Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan, Ermenistan, Gürcistan'la direkt çalışmaktayız. Keyingi 3 zavodni O'zbekistonning Jizzax shahrida 2021-yilda zavod ochilgan va u yerdan O'zbekiston ichki bozori va undan tashqari MDH davlatlar, xususan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Armaniston kabi 10 dan ortiq davlatlarga eksportni aynan O'zbekistonning Jizzax shahridagi zavoddan yo'lga qo'yganmiz. Bunun yanında bu ayın sonundan itibaren Rusya ve Moldova'ya da direkt Cizak'taki fabrikamızdan sevkiyatlarımız başlayacaktır. Endi bu oyda so'ngiga qadar, ya'ni aprel oyining oxiriga qadar endi Moldova bilan Rossiyaga ham eksportlarni yo'lga qo'yishni reja qilib qo'yganmiz. Bunun yanında Mono Özbekistan'da bir ilki gerçekleştirerek sosyal proje başlatmıştır. Engelli vatandaşlarımız için çalışmaları için bir departman açtık. Burada 250 tane engelli vatandaşımız ürünlerimizi üretmede bize yardımcı oluyorlar. Insonparvarlik va kambag'allikni kamaytirish dasturi yuzasidan Mono Elektrik birinchi marotaba
respublikada ko'z ojizlarni va imkoniyati cheklanganlarni ish bilan ta'minlashlikni yo'lga qo'ydi. Hozirgi vaqtda 250 ga yaqin ko'z ojizlar va imkoniyati cheklangan insonlarni ish bilan ta'minlaganmiz. Hepinize çok teşekkür ederim burada bulunduğunuz için. İyi eğlenceler dilerim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hammalaringizga bu yerda ko'rib turganimizdan kattakon rahmat, xursandmiz. Sog' bo'linglar, maroqli va mazza qilib dam olinglar deb aytayapti Ibrohim Bey. Men fursatdan foydalanib sizlarga elektriklarimiz va do'konchilarimiz uchun maxsus aksiyalarimiz bor. Ular haqida birozgina sizlarga ko'rsatma va tushuncha berib o'taman. Bu ko'rib turganingiz Mono Elektrikning do'konchi va tadbirkorlar uchun maxsus aksiyamiz. Bu aksiyamiz 2025-yilning 1-aprelidan 2025-yil 30-iyunga qadar davom etadi, ya'ni 3 oy muddat davom etadi. Bu aksiyada ko'rib turganingizdek, biroz teparoqqa qo'yib qo'yasiz. Biroz teparoqqa chiqaring. Bu aksiyamizda ko'rib turganingizdek, do'konchilar o'sha 3 oylik muddatda 1-apreldan 30-iyunga qadar sotib olgan Mono Elektrikning istalgan mahsulotini aksiya so'ngida ob'yomlari hisoblanadi. Qanchalik mahsulot bizdan sotib oldi, xarid qildi, shunga yarasha maxsus sovg'alarga ega bo'lishlari mumkin yoki yana ham yaxshiroq bir variant qilib chiqdik. Endilikda sizlar aksiyamizda qatnashib, Mono Elektrik sovg'alardan tashqari Mono Elektrik mahsulotlarini ham olishlaringiz mumkin bo'ladi. Istasangiz maxsus sovg'alarni olasizlar yoki bo'lmasa undan da manfaatli bo'lgan Mono Elektrik mahsulotlarini olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu albatta bonus sifatida. Endi bizda yana elektrik ustalarimiz uchun alohida aksiyalarimiz bor. Elektrik ustalarimiz uchun kuponli aksiyalarni joriy qilganmiz. Bu elektrik ustalarimiz uchun ham 1-apreldan 30-iyungacha 3 oylik maxsus aksiyani ishlab chiqdik. Endilikda siz yaqin fursatlar ichida do'konlardan mahsulotlarni xarid qilar ekansiz, Mono Elektrik brendi ostidagi kuponlarni so'rashingiz mumkin bo'ladi. Bu kuponlarni siz xaridingiz bilan xaridga yarasha holatda kuponlarni olasiz va bu kuponlarni aksiya muddatini so'ngiga qadar to'playsiz va aksiya so'ngida sizdan kuponlar bizning rasmiy dilerlarimiz, rasmiy savdo vakillarimiz tomonidan kuponlar yig'ib olinadi, sizlarga aloqaga chiqiladi va kuponlarga yarasha, to'plagan kuponlaringizning baliga yarasha maxsus sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa Mono Elektrik tomonidan pul mukofotlarini olishingiz mumkin bo'ladi. Bu kuponli aksiyamizni ozginagina tartibini tushuntirib o'taman. Bu kuponli aksiyamizda simmetrik jihatdan ikki tomoni bir xil bo'ladi. Bir tomonida masalan ko'rib turganingizdek do'kon egasi raqami deb yozilgan. Bu yerda do'kon siz xarid qilgan Mono Elektrik mahsulotlarni xarid qilgan do'kon yoki tadbirkorni telefon raqamini yoziladi va tagiga elektrik raqami deb yozilgan. Elektrik raqamini yoziladi va ikki tomoni ham bir xilda to'ldiriladi. Bu kupon ikkiga bo'linadi. Bir qismi elektrik tadbirkorining do'konchini o'zida qoladi, bir qismi elektrik o'zi bilan olib ketadi. Aksiya so'ngida do'konchilardan har bir kupon yig'ib olinadi, elektriklar bilan aloqaga chiqiladi va ularga elektriklardan olib kuponlarga yarasha sovg'alar bilan taqdirlanadi. Ikkala aksiyamiz bo'yicha ham qandaydir savollaringiz yoki tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bizni rasmiy vakillarimiz, savdo vakillarimiz bilan gaplashishlaringiz mumkin yoki bo'lmasa bizning rasmiy telefon raqamlarimiz bor, rasmiy Instagram sahifamiz bor, rasmiy Telegram sahifalarimiz bor. Ular orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Ajoyib ma'lumotlar uchun tashakkur. O'ylaymanki, elektr ustalar ham, demak, o'xshovimizdagi tadbirkorlar, ya'ni do'konchi o'xshovimiz ishtirokchilari ham ushbu ma'lumotlardan foydalanishadi va shuni ham qo'shimcha qilmoqchiman. Yuqorida kompaniya haqida ma'lumotlar berildi. Agarda tadbirimiz davomida mana shu o'tkazishimiz kerak bo'lgan barcha jarayonlarni o'tkazib bo'lganimizdan so'ng agarda vaqt qoladigan bo'lsa, ushbu ma'lumotlar asosida biroz savol-javob o'yini, viktorina ham o'tkazamiz. To'g'ri javoblarni bera olgan mehmonlarimizga sovg'alar hozirlangan. Hozir taomlar tortildi. Barchaga yoqimli ishtahalarni tilaymiz. Taomlar tanovvuli payti bo'lsa, yana bir ajoyib taqdimot e'tiboringizga havola qilinadi.
Albatta barcha mehmonlarimiz sizga yoqimli ishtaha hamda madaniy xordiqonlarini tilaymiz va raqs maydonlarimiz markaziga yana bir bora Anor raqs ansamblini taklif qilamiz. Marhamat. Undan oldin mana shu restoran chiroqlarini o'chirib berishingizni hurmatli ma'muriyatdan, ishchi xodimlardan iltimos qilamiz, chunki o'ziga xos ko'rinishdagi taqdimot e'tiboringizga havola qilinish arafasida. Iltimos qilamiz, restoran ishchi xodimlari chiroqlarni o'chirib berasiz va o'xshovimizda navbatdagi taqdimot uchun mos bo'lgan muhitni hozirlab, kamina hurmat ehtirom bilan sizning diqqat e'tiborlaringiz markaziga yana bir bor Anor raqs raqqosalar ansamblini taklif etaman. Marhamat.